Qo'l kesib olinganda, ayniqsa oyna yoki pichoq bilan kesilgan jarohatda paylar uzilishi mumkin. Ko'pincha bemorlar menga qo'ldagi kesilgan jarohat bilan murojaat qilishadi. Bir qarashda kichik ko'ringan bu jarohat aslida juda jiddiy bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, yara bitgandan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb. Ammo ba'zan jarohatlangan teri ostida paylar shikastlangan bo'ladi va inson buni payqamaydi ham. To qo'li yoki barmog'i harakatlanmay qolgunigacha. Paylar o'zi nima? Bu mushaklarni barmoqlar bilan bog'lab turuvchi arqonchalar deb ta'riflash mumkin. Mushaklar qisqarib paylar tortiladi va barmoqlar harakatga keladi. Qo'l kesib olinganda, ayniqsa oyna yoki pichoq bilan kesilgan jarohatda paylar uzilishi mumkin. Agar pay uzilganligi vaqtida aniqlanmasa, uzilgan pay qisqarib chandiqlanadi. Keyin barmoqlar harakatini tiklash ancha qiyinlashadi. Shuning uchun agar jarohatingiz kichik bo'la turib ham barmoqlaringizni yaxshi ishlata olmasangiz, albatta mikroxirurgga murojaat qilishingiz kerak. Zamonaviy mikroxirurgiya eng murakkab pay shikastlanishlarini ham tiklash imkoniyatini beradi. Operatsiya jarayonida biz paylarni mikroskop va maxsus asboblar yordamida aniq qilib olaymiz. Bundan keyingi davrda esa albatta reabilitatsiya. Bu mashqlar, fizioterapiya, barmoqlarni asta-sekin ishlatishni o'z ichiga oladi. Agar vaqtida murojaat qilinsa, qo'l harakati deyarli to'liq tiklanadi. Agar siz qo'lingizni kesib olsangiz, bee'tibor bo'lmang. Qancha erta shifokorga murojaat qilinsa, qo'l harakatini tiklash ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. O'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Vaqtida mikroxirurgga murojaat qiling. Men doktor Ulug'bek, ko'p yillik tajribaga ega qo'l va oyoq mikroxirurgiman. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shu kabi muammolar bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling.